Ko'krak sutini ko'paytiruvchi mahsulotlarni sanab o'taman. Laktogen xususiyatlarga ega o'simliklardan mevali sharbatlar, ichimliklar, choylar. Laktatsiya darajasini oshiruvchi o'simliklar orasida oziq-ovqat va ziravor ta'mli o'simliklarga katta ahamiyat beriladi. Bular sabzi, qizilmiya, salat bargi, turp, zira, shivit, qichitqi, momaqaymoq, fenxel, arpa bodiyon, buymodaron, namatak, o'rmon yong'og'i va boshqalarni o'z ichiga oladi. Sutni ko'paytirish uchun uy sharoitida tayyorlanadigan ichimliklar. Sabzi sharbati. Tozalab yuvilgan sabzini qirg'ichning kichik tishidan o'tkazib, sharbatini siqib oling va kuniga 2-3 marta yarim stakandan iching. Sabzavot sharbatining ta'm sifatini yaxshilash uchun unga sut, qaymoq, asal va meva sharbatini qo'shish mumkin. Sabzavot sharbati ta'sirini kamaytirmaslik uchun qo'shimchalar juda ko'p ham bo'lmasligi kerak. 1 stakan sharbat uchun 1-2 osh qoshiq yetarli. Sut va qirg'ichdan o'tkazilgan sabzi. Stakanga 3-4 osh qoshiq qirg'ichdan o'tkazilgan sabzi soling, ustidan sut yoki suyuq qaymoq qo'ying va 1 stakandan kuniga 2-3 marta iching. Kechqurun ichimlikka 1-2 choy qoshiq asal qo'shish mumkin. Bu asabiy taranglikni bartaraf etish va yaxshi uxlashga yordam beradi. Salat urug'idan ichimlik. Salat urug'lari eng sezilarli ko'krak sutini oshirish xususiyatiga ega. Ichimlikni tayyorlash uchun 20 gramm salat urug'i olinib, ehtiyotkorlik bilan chinni idishda eziladi va ustidan 1 stakan qaynoq suv qo'yiladi. 2-3 soat davomida tindiriladi va kuniga 2-3 marta yarim stakandan qabul qilinadi. Ichimlik ta'mini yaxshilash uchun 1 stakan qaynoq suvga 1-2 choy qoshiq asal qo'shish mumkin. Zirali ichimlik. 1 litr ichimlikni tayyorlash uchun zira urug'laridan 15 gramm, 100 gramm shakar, o'rtacha kattalikdagi limon yoki 2 gramm limon kislotasi kerak bo'ladi. Barcha masalliqlarga suv qo'yiladi, past haroratda 5-10 daqiqa davomida qaynatiladi, suzib olinadi va kuniga 2-3 marta yarim stakandan ichiladi. 10-15% qaymoq bilan zira. 2 stakan qaymoqni chinni idishga qo'ying, 2 osh qoshiq zira urug'ini qo'shing, qopqog'ini yoping va 30-40 daqiqa davomida past haroratda dimlash uchun pechga qo'ying. So'ng xona haroratigacha soviting, nonushta va kechki ovqat vaqtida yarim stakandan iching. Shivit urug'idan damlama. 1 osh qoshiq shivit urug'iga suv qo'yiladi, 1 stakan 2 soat tindiriladi. Tindirmani kuniga 2 marta yarim stakandan yoki 1 osh qoshiqdan kuniga 6 marta ichish kerak. Kichik qultumlar bilan og'izda bir muddat ushlab turgan holda ichish tavsiya etiladi. Arpa bodiyon tindirmasi. 1 stakan qaynoq suvga 2 choy qoshiq arpa bodiyon urug'lari solinadi va 1 soat tindiriladi. Soviganidan so'ng kuniga 3-4 marta ovqatlanishdan 30 daqiqa oldin 2 osh qoshiqdan ichish kerak. Turp sharbati va asal. 1:1 nisbatda qaynab sovigan suv bilan aralashtiriladi. 100 gramm turp sharbati uchun 100 gramm suv olinadi.